Film shunday. Yaxshi aka, zo'r. Xudo xolasa. Buncha 3-chi obyekt bitdi shu meni. Xudo xolasa. 300-chi mix bitdi. Qarashovdir men. Qora shop bilan 3-chisi bitdi. Pastga qarab yana двигаемся tуда. Дальше. Endi dag'i Тоже bu tarafda qaray dag'i 3 obyekt bor aka, 3 mi 4 mi? 3 yana. 3ta dana bor. Bu yoqda 3 bitdi. Qatarda. 3 obyekt bu endi на этом году по плану. Да, по плану получается, бұл 3 объект бүтті. Тияқтадағы пландар бойынша 3 объект бар. Анан кейін, если что, Keyingi yilga Xudo xolasa bu tomondan bahordan boshlaymiz. Вон тот объектлер получается, bir двухэтажный. O anu qorovulxona ham vashi интересно chiqdi. Shunaqa qilib chachishtirib ana qilsa bo'ladi. Kombinatsiya qilib. Kombinatsiya. Aka. Однотонный qilmasdan, ha? Бұл жерде aka ustalar qancha kun ishlashdi? 2 hafta. 2 hafta. В целом o'sha 2 haftada bitirib o'tgan shu obyektni. Почти hammasi shunday 2 haftada bitiryapti. 2 haftada bitiryapti. Xudo xolasa. Yaxshi. Atak menimcha zo'r vaqtda 2 vaqtda bu nimaga obyektga? Obyektga? Ha. Da. Tem bo'lib ular 3 kishi ishlayapti. 4 kishi yo 5 kishi ham bor. Da. Yaxshi, yaxshi. Полностью бұл жерде АМК болған. Бүт откостору, нар жақ бер жақтардың бардығы. Только фундамент гранит болып тұр. Граниттен шу темный гранитмен фундаменттері. А так остальное бүт откос нар жақ бер жағын бардығы хама жері АМК болған. Откостардың іштердің бардығына ұстакелер мұндай қылып кирпичті тізіп шығышқан. Көрсеңіздер. Красиво очень. Шол шындай стильный дачалар бүт отады бұйырса. Xudo xolasa. Keyin kelgan tomonlarni har xil qilamiz degan. Misol uchun 100lik, 241, 200 hammasini aralashib ketadi. Bittasi bunday, bunisi bunday bo'lib aralashib ketadi. U ham menimcha vashi klassni chiqadi. Hali как будто Legodan sabrat qilingan o'xshaydi. Shunday ovqat aka. Da, Lego domlar ovqatga.